Institutda o'sha o'qib yurgan paytlarimda bitta o'sha stomatolog aybi bilan men o'zim bitta tishimni oldirganim hisobiga odontogen gaymaritdan hamma muammo boshlangan. O'sha paytda lor bo'lishga qaror qilganman, chunki bu muammo o'zimda kelib chiqqan. Institut bitirgandan keyin o'sha magistraturaga otorinolaringologiya topshirganman, ya'ni lorga. O'qib olgandan keyin shu sohada ketganman xullas. Lorda ham u birinchi toifali kategoriyam bor. Unda ham ancha yil ishlaganman, но по ходу keyinchalik men o'zimda operatsiya frontotomiya bo'lganman. Shuni hisobiga men o'zimda nima deydi, noqulaylik, estetik o'zingizda defekt ko'rganingizdan keyin noqulaylik his qilishni boshlaysiz. Odamlarning orasida yurganingizda yoki patsientlar bilan muloqotda bo'lganingizda. Keyin men o'zimga kosmetolog qidirishni boshlaganman. Xo'jayinimlar bilan keyin borganmiz. Yurmasam olib boraman deganlar. Borsam, salonda просто doktor emas, oddiy kosmetolog o'tiribdi. Menga diktovat qilyapti. Mana buni qilish kerak dedi. Yo'q, qaraganman-da, bu doktor emas. Men anatomiyani bilmasam, meni terimni bilmasa, bu terining ichida nima borligini bilmasa, nerv qatti joylashganligini bilmasa, ertaga men yana bitta muammoni yo'qotaman deb ikkinchi muammoni keltirib chiqarmaymanmi deganman. Keyin xo'jayinim bilan aytganlar, o'zing kosmetolog, как dermatolog kosmetolog bo'lgan deyarli. Menda bir qo'rquv ham paydo bo'lgan. Mendan chiqarmikan, nima bo'lar ekan? Qo'rquv bo'lgan lekin bundan 10 yil oldin. Lekin keyin dermatologiyaga topshirganman. Ikkinchi mutaxassislik. Ikkalasini baravar olib ketganman. Ham lor bo'lib ishlaganman, ham menga kelayotgan patsientlarim ham kelishadi, sizga shogird tushaman, sizdagi ko'p pul topamanmi deyshadi. Gap pul topishda emas, gap o'z ishining mutaxassisi bo'lish kerak. Har doim yaxshi doktor bo'lsangiz, yaxshi mutaxassis bo'lsangiz, aytadi-yu, pulni ketidan quvish kerak emas, pul sizni ketingizdan quvish kerak deydi-yu.